Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men har doimdek sizlar bilan Usta Dostonbek. Barchalarga xayrli kun. Tunikafon baza jamoasi Asaka tumani Qadim qishlog'ida, ya'ni o'zimizning mahallamizda bir akamizning xonadoniga chiroyli ko'rinishi bo'lgan tunikafonlarimizni yakunlab berdik qadrdonlar. Ko'chalariga xudo xolasa qoshli fasollarimizdan qilib berganmiz, tarnovlarni ham o'rnatib berdik. Oq rangiga mokri rangdan foydalanganmiz. Hozirda trendga aylangan, ya'ni urfga aylangan fasonimiz. Kvadrati ham unaqa ko'payib ketmaydi. Shapkalarga xudo xolasa skromniy variantda bo'ladi. Burchalarga e'tibor beringlar, juda ham chiroyli keltirilgan do'stlar. Xudo xolasa bu yerga 163 kvadrat atrofida tunikafonlar qilib berganmiz. Darvozaxonalari ham bo'lgan, ichkari o'stirmalarini ham chiroyli, ya'ni ko'ngilga yoqadigan qilib tunikafonlar qilib berganmiz. Darvozaxonasiga oq rangli tunikamizdan, ya'ni hozir juda ham ko'pchilik xohlayotgan rang oppog'idan qilib bering degan akalarga xudo xolasa mana o'zingizlar ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Oppoq tunikamizni chiroyli holatda shu yerga qilib berganmiz do'stlar. 8 ga yana 380 bo'lgan darvozaxonaga xuddi shunaqa ko'rkam fasondagi tunikafonlarimizni qilib yakunlab berganmiz. Xo'p, sizga ham agar ishlarimiz qiziq, albatta yoqayotgan bo'lsa, qadrdonlar layklar bosib qo'yinglar. Hozircha bepul layk bosish. Agar fikringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirsangiz biz javob berib o'tamiz. Xo'p, ichkari o'stirmalar ham xuddi shunaqa fasonda bo'lgan do'stlar. Juda ham ko'rkam holatda yakunlab berdik. Akamizga ham juda ham yoqdi. Akamizning duolarini olib inshaalloh yakunlab berdik. Do'stlar, vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatmoqdamiz. 120 mingdan 135 ming so'mgacha hozirda tunikafonlarni barcha rasxodlar ichida qilib beryapmiz. O'zingizni ehtiyot qiling, agar ishimiz yoqsa qo'ng'iroq qiling.